Endiki mavzu. Jungo bilan qarshilashadigan yangi 8 davlat armiyasi shakllanadi. Mavzuli xabar 10-oyning 13-kuni erkinlik vaqt gazeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Bu sal mujamalroq, lekin aniqlab ola olasizmi shu mavzu? Jungoning butun yer shari kengayayotgan kuchiga qarshi turish uchun Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Angliya qatorliq davlatlar yer sharida birdan-bir axborotdan bahramand bo'lish to'rbiti 5 ko'zlar yoki 5 ko'z ittifoqi to'rbitini qurib chiqdi. 5 ko'z ittifoqi to'rbiti Germaniya, Yaponiya bilan hamkorlashadigan bo'ldi. Buning ichida 4 davlatdan kelgan 7 nafar kishi mundaq ko'rsatdi. 2018-yildan boshlab hozirgacha a'zo davlatlar Jungoning dengiz faoliyatlari va okean faoliyatlari to'g'risidagi axborotni muqam almashtirib keldi, o'zaro almashtirib keldi. Reuters o'z oldiga bunda xabar qildi. 5 ko'z ittifoqi sheriklar bilan hamkorlikni kuchaytirib, Jungoning kengayayotgan yer shari ta'sir kuchiga va mablag' selish strategik o'rinlashtirishiga taqobil turdi. Bir nafar Amerika amaldori bunday ko'rsatdi. Bizning do'stlarimiz, gapimiz bir yerdan chiqadigan sheriklarimiz davomli Jungoning o'ziga ishongan yer shari strategiyasiga qanday taqobil turishni muhokama qildi. Hozir bo'lsak o'rtaq tunishga keldik. Bu amaldor o'zini tutib-olibroq bunday ko'rsatdi. Endi hozir texmi cho'ng qo'rqatlamliq loyihani muhokama qilishga boshladi. 5 ko'z ittifoqining yaqin ahvoli qarasak, bu to'g'rida Germaniya bilan Yaponiya obzor qilishni rad qildi. Gerçi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo bilan yolg'iz elishishdan bishorat bergan bo'lsa-mu, parda orqasida turgan yana boshqalar bir aloqador organlarga bog'liq bo'lmagan bir xalqaro ittifoq qurib, Jungoning kuchi bilan qarshilashishga tirishchilik ko'rsatmoqda. Washington, Kampala va boshqa davlatlar poytaxtlarida yetib kelgan ittifoqlashib, bir niyat, bir maqsadda o'rtoqlashib, Jungo bilan qarshilashish irodasi to'g'risida Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan 10-oyning 12-kuni bunday ko'rsatdi. Jungo boshdan oxir tinchlik va qurilish bilan shug'ullanib, yer sharining taraqqiyotiga hassa qo'shib, xalqaro tartibni himoya qilyapti. Tashqi dunyoning hujmaklashib olmay, keng qo'saq bo'lib, echivitish va hamkorlash bilan birlikda harakat qilishni umid qilamiz. Va yuqori faoliyatga qarta bayonotchi Lukanning fikri. Endi yana bir xabar. Amerikaning Jungoga kelar qatimliq zarb berish to'lqini pat ardi yetib keladi. Mavzuli xabar 10-oyning 13-kuni yer shari vaqt gazeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Tunigan Amerikada 3 qator matbuot xizmat qilgan bir nafar muxbir TVT'ga xabar yozib, Jungoliq o'quvchi olimlarga taklif berib, Amerikada dangliq bir matbuotning Jungo to'g'risida bir hujjatlik film ishlashga boshlaganligini, ularni Jungo hukumatining Amerikada har qaysi oliy maktablarda o'qiyotgan Jungoliq o'quvchilar bilan bo'lgan munosabati to'g'risida so'zlab berishga taklif qilgan. Demak, Amerikada bir film ishlab o'tibdi. Buning Jungoliq olimlar o'quvchilarni taklif qildi. Amerika bilan bo'layotgan munosabati va bu o'quvchilarning Jungo bilan bo'layotgan munosabati so'zlab berishni talab qildi. Lekin agar siz bu muxbirning Jungoliq o'quvchi olimlarni ziyorat qilish orqali buningdan salbiron Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Jungoliq o'quvchilarning hammasi jasus degan so'zi to'g'risida objektiv baholash elib bordi deb o'ylasangiz, xato o'ylagan bo'lasiz. Chunki Henry G. Appandining bayqishicha, bu bir nafar muxbir bir necha qatim bir necha parcha maqol yozib, Jungo hukumati Amerika oliy maktablariga singib kirdi deb ayblagan Jungoni va o'zining bu ayblashlariga
tövrenmey işinip kelgen muhbirdir. Demek ki okuwçylarny, alimlarny söhbet çakyryp muhbir, muşundak muhbir idi demekçi bolup. Mesela bu yıl 7-nji ayda bu muhbir mahsus makal yazıp Cungo hükümeti Amerika'da her qaysı ali mekteplerde Cungolu okuwçylar kurgan okuwçylar uyuşmasi toğrысы toxtalgan edi. Davamını anlaysınız.